Farmatsevtika sohasida mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish nafaqat iqtisodiy, balki strategik ahamiyatga ega yo'nalishlardan biri. Bugun O'zbekiston mazkur sohada ichki bozor ehtiyojini ta'minlash bilan birga eksport salohiyatini ham izchil oshirib bormoqda. Ayniqsa, qo'shni Afg'oniston bilan tibbiyot va farmatsevtika yo'nalishidagi hamkorlikning yangi bosqichga ko'tarilayotgani ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda. Erishilgan kelishuvlarning amaliy davomi sifatida poytaxtimizda farmatsevtika sohasida O'zbekiston-Afg'oniston biznes forumi hamda B2B hamda B2G uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. Poytaxtimizda farmatsevtika sohasida O'zbekiston-Afg'oniston biznes forumi o'z ishini boshladi. Unda ikki davlat Sog'liqni saqlash vazirligi, farmatsevtika nazorati organlari, yirik distribyutorlar va biznes vakillari ishtirok etishdi. Muzokaralar markazida davlatlarimiz o'rtasida aynan ushbu yo'nalishda o'zaro eksport hajmini oshirish, to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni kuchaytirish va o'zbek farmatsevtika mahsulotlarini Afg'oniston bozoriga kengroq olib kirish masalalari turibdi. Hozirgi kunda Mazar Sharifdan 40 dan ortiq distribyutorlar tashrif buyurgan va shu bilan birgalikda o'zimizning mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 60 dan ortiq korxonalar tashrif buyurgan. Biz hozir shu tadbirkorlarni iloji boricha birlashtirib, ularning orasidagi munosabatlarni rivojlantirishimiz kerak. Bundan asosiy maqsad O'zbekistonni farmatsevtik mahsulotlarini eksportini jadallashtirish. Chunki oldimizga maqsad qilib olganimiz farmatsevtika yo'nalishida eksportimizni 500 million dollarga yetkazishimiz kerak. Eksportni o'sha Afg'oniston davlatiga shu mayning oxiri yoki iyunning boshlariga yana Qobul shahrida ham bir qancha distribyutorlar, shifokorlar va shu bilan birgalikda ularning regulyatorika rahbarlari ham tashrif buyuradi. Chunki Afg'onistonda farmatsevtika mahsulotlariga talab yuqori, mamlakatimiz esa geografik yaqinlik va ishlab chiqarish imkoniyatlari orqali ushbu bozorda mustahkam o'rin egallashi mumkin. So'nggi yillarda yurtimizda farmatsevtika sanoati davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Yangi klasterlar, lokal ishlab chiqarish va xalqaro standartlarga mos korxonalar orqali bugun O'zbekiston mintaqaviy hubga aylanishi ko'zlanmoqda. Afg'oniston esa bu bozor uchun tabiiy hamkorlardan biri, chunki ushbu mamlakatda tibbiy mahsulotlarga talab yuqori, importga ehtiyoj esa hanuz katta. So'nggi 6 oy davomida Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida farmatsevtika sohasida savdo amalga oshirildi. Afg'oniston Islom Amirligi rahbariyati bizga savdo aloqalarini yanada kengaytirishni tavsiya qildi. Shu sababli biz tashrif doirasida o'zbek tadbirkorlari bilan, ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan yaqindan uchrashamiz. Kerakli ro'yxatlarni shakllantiramiz va ayni paytda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan dori vositalarini Afg'onistonga import qilishni rejalashtirmoqdamiz. Biz mazkur yo'nalishda O'zbekiston bilan 5 million dollardan ortiq qiymatdagi yangi shartnomalar imzolash niyatidamiz. Chunki O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan dori vositalari sifatli va bu mamlakat biz uchun ishonchli hamkor hisoblanadi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilda tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi delegatsiyasi Afg'onistonning Qobul va Mozori Sharif shaharlarida bo'lgan va natijada dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini tezlashtirish, ma'muriy to'siqlarni qisqartirish va doimiy hamkorlik mexanizmlarini yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvlarga erishilgan edi. O'zbekiston bozoriga qiziqish juda katta. Xususan ampulli preparatlarga, infuzionni preparatlarga, antibiotik preparatlarga qiziqish ham katta. Biz o'zimiz ham yaqin bir oy ichida 2 martalab Afg'onistonga borib keldik. U yerdagi tadbirkorlar bilan, u yerdagi distribyutorlar bilan memorandum tuzildi. Memorandumning summasi 5 million dollarga yaqinlashdi. Shuningdek, tadbir doirasida B2B va B2G formatdagi uchrashuvlar tashkil etilib, ikkala tomon vakillari o'zaro muhim kelishuvlar imzolashga ham muvaffaq bo'lishdi. Sohiba Akrom va Husan Jumanazarov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.